Assalamu alaykum. Ben Salahiddin Seyid Ahmet. Hazır Germaniya turibman. Ben bugün dostum Zuliyar Ömer üçün guvohlik bermoqchi. Dostum Zuliyar Ömer 1995-yili 7-oyning 17-kuni Urumchi shahridagi Shimigo'da tug'ilgan. Uningki madaniyat saviyasi to'liq o'rta maktabni bitirib, men ko'rgan eng oxirgi vaqtlarda yana o'quvchi edi. Ondan keyin onun pasport numeri bo'lsa E10 56 88 24. O 2015-yili 2017-yili 4-oyning 15-idan keyin mening bilan bo'lgan aloqasi butunlay uzildi. Onun mening bilan aloqasi uzilgandan keyin uni to'xtamay izladim. İzlash jarayonida egallagan uchurlarim bo'lsa, shu Shimigo rayonlik saqchilarniki chaqirtib ochib ketgandan keyin izdireksiz yo'qolib ketganligi, uning hozir kamptimi yoki majburiy ishitish o'rnimi yoki turmadimi, uning to'g'riliq hech qanday bir xabarim yo'q. Menchi bo'lgan chog'da u Misrdan o'qib qaytganlik uchun diniy bilim oldi degan shu bahona bilan akirib ketib, shu hozirgacha qo'yib bermagan bo'lishi mumkin. Eng cho'ng nimasi shu, gumonim shu. Onun ota-onasi bo'lsa, Urumchidagi oddiy bir oilada, dadasi bir go'sht tijorat qildi, opasi uyda o'tirdi. Bir hadis bor, hadismi o'zi egilik tishlagan Urumchida. Hozir ulardan hech qanday xabar olmadik. Mayli dadasi olsun, opasi olsun, hadis bo'lsin, hech kimdan hech qanday bir shaklda xabar olmadik. Shuningga men hech qanday bir gunoh o'tkazmagan va Xitoy xalq hukumatiningki qonuniga hech qanday bir shaklda qarshilik qilmagan bu og'inam va uningki oilasiningki mayli nadili bo'lmasin tez qo'yib berilishini, erkinlik erishishini bütün xalqaro jamiyatlardan, inson haqlari tashkilotlaridan va bütün Uyg'urlarning ishga ko'ngil bo'layotgan yakka qurumsal bütün organlardan buni talab qilaman. Zuliyar og'inamningki pat yaqinda erkinlikka erishishini chin qalbimdan umid qilaman.